Assalomu alaykum Navoiy akalar. Bo'lib to'lashga so'raganmidingiz? Ha, albatta bizda bo'lib to'lashga sotib olishingiz mumkin. Mana shu non stanogimizni videomizni oxirigacha kuzatsalang, bu haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Stanogimiz 2 silindrli bo'ladi. 5 doirali 200 grammdan 800 grammgacha tayyor xamirni gulli va gulsiz bosmalari bilan tekis holatda yasay oladi. 6 oy kafolat beramiz stanogimizga. 220 elektriga ishlaydi, kompressori bilan, ya'ni 50 talik 5 shumli kompressor bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab eltib beramiz, dastavkalarni kelishgan holatda bo'ladi akalar. Qo'shni davlatlarga Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston hamda Rossiyaga davlatlariga ham chiqarib beramiz. Cheres kargo orqali Amerika davlatiga ham jo'natganmiz cheres samolyotdan. Bu haqida ma'lumot olish uchun pastda nomerlarga aloqaga chiqsalaring to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak akalar. Bitta stanogimiz, bitta chekich, bitta non qolipimiz $500 bo'ladi naqdga. $500. Kompressor bilan $700 bo'ladi. Endi bo'lib to'lash qanday bo'ladi? Bo'lib to'lashga sotib olishingiz mumkin. Hozir O'zbekistonda Uzum Market rivojlangan onlayn savdo. Uzum Marketga kirasiz, registratsiyadan o'tasiz. U joydan stanogimizni non stanog, non yasaydigan apparat deb qidirsangiz kelib chiqadi. Mana shu holatda bo'ladi. Siz savdosini bemalol amalga oshirishingiz mumkin. U joyda 3 oy, 6 oy, 12 oy hamda 24 oyga bo'lib to'lashga bemalol sotib olishingiz mumkin. Pastda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib, tanish nomerlarga jo'natib qo'yasizlar.